Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, kitobsevar do'stlar. Kitob bilan loyihasi davom etadi. Biz kitobxonlar bilan bevosita yaqindan suhbat qilamiz. Bizda yana bir mehmonimiz bor, yosh kitobxonlarimizdan biri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz? Men ismim Baxtiyor, shu 16 yoshdaman hozir. 16 yoshdasiz. Ayni vaqtda qanday asar tanladingiz va nima uchun? Maksim Bryuning Men kim Sohibqiron Temur kitobini tanladim. Tarixiy asarlarga qiziqqanim uchun tanlaganman hozir. Demak, siz hozir Amir Temurning hayotini bevosita ushbu asar orqali o'rganmoqchisiz, shundaymi? Shunday. Demak, sizga undan tashqari qanaqa asarlar ko'proq yoqadi? O'z aslida O'zbekiston tarixidan boshlaganman, lekin hozirgi vaqtda jahon tarixiga ham qiziqish bildiraman. Ushbu kitoblarni o'qishdan sababim ilhomlanish, o'zim ham hikoya yozib ilhomlanaman shulardan. Demak, siz kitob o'qib, o'zingiz ham hikoya yozib turasiz, shundaymi? Umuman hikoya yozishingizni hayotingizda qancha vaqtdan beri shug'ullanasiz? 1 yil, 2 yil yo qancha vaqt? Endi 1 yil bo'lib qoldi desam bo'ladi. Shunaqa. Qarang, sizga asosiy sababchi nima bo'lgan hikoya yozishda? Masalan, kimdir asar bo'ladi yo kimdir hayotiy tajribasi bo'ladi hikoya yozishga. Sizga nima turtki bo'lgan hikoya yozishingizga? Turtki sal g'alatiroq bo'lgan. Kitob do'stlarim bilan kitob o'qib o'tirganimizda do'stlarim har xil kitoblarni juda ham maqtardi. Men o'sha kitoblarni o'qib ko'rib, men ham bunaqa hikoya yoza olaman degan anavi bilan boshlaganman. Demak, siz o'zingizga motivatsiya olgansiz. Boyaga do'stlaringiz sizga motivatsiya bergan hikoya yozishga. Turtki bo'lish kerak-ku hayotda. O'sha ilk hikoyalaringiz qaysi mavzuda bo'lgan? Ilk hikoyalarim asosan sayohat mazmunida bo'lgan, tarixiy sayohatlar, shunga o'xshash mazmunlarda bo'lgan. Bir o'zimga yoqadigan hikoyam bu e'tiborsiz doktor hikoyasi yoqadi menga. Xo'p. O'sha e'tiborsiz doktor deyapsiz. O'sha hikoyadan bir qisqagina parcha aytib bera olasizmi, mazmun mohiyati? Bu ko'pchilik kitobxonlar uchun ham qiziqda, aynan bu hikoya nima mazmunda ekanligini. Bu hikoyadan mazmuni bir doktorning hayoti haqida bo'ladi. Bu doktor o'zi hayotida doktor bo'lishga qiziqish bilan kirgan, lekin turli xil narsalar, o'limlar, shunga o'xshash ishini eplay olmasligi tufayli tushkunlikka tushgan. Ammo yaqinda yangi bola kelib unga hayotiga qiziqish, yana doktorlikka qiziqishni orttiradi. Shular haqida bo'ladi. U doktorlikda o'zi aslida nimalar kerak, nima uchun doktorning ishi bunchalik muhimligini aytmoqchi bo'lganman hikoya yozishda. Demak, qarang, siz bevosita bitta doktor hayoti haqida ketyapsiz. Aynan mana shu hayotini kimnidir tajribasidan olganmisiz yo kitobdan olganmisiz yo birorta kinodan ko'rib xayoliy tasvirlar bilan jonlantirganmisiz bu hikoyani? Bu hikoyani bir ustozim aytganda, urushda asosan doktorlar o'ldirilmaydi. Ular har bir jangda hatto dushmanning guruhidan bo'lsa ham qabul qilib olinadi. Chunki ularning qasami dushmanim bo'lsa ham, do'stim bo'lsa ham davolayman degan qasam ichadi. Aynan shunda bir o'zgacha hissiyot kelib, shuning uchun shu hikoyani yozganman. Shundan ilhomlanganman. Doktorlar hayotiga qiziqish, har xil qidirib, topib, o'zim ko'rib o'qiganman. Tushunadi. Demak, bu hikoyangiz bizga ham yoqdi, kitobxonlarga ham yoqdi degan umidamiz. Umuman olganda mana shu hikoyangizni kimgadir tavsiya berganmisiz yo qanaqadir o'zingizni ijtimoiy kanalingiz bormi? Mana shu hikoyalar yozib yuritib boradigan. Yo'q, hali ijtimoiy kanalim yo'q. Hozir yangi guruhlarga a'zo bo'lib, shu hikoyalarimni yozib beryapman. Shu ular chiqaradi. Men uncha bu narsalarni tushunmayman. Shuning uchun ularga beraman asosan. O'zingizda ham kelajakda mana shunaqa anorlaringiz bormi, rejalaringiz bormi? Demoqchi bo'lganimiz, hikoya yozasiz ekan, kitob o'qiysiz, o'sha o'zingizni ijtimoiy kanalingizni yuritib, yozayotgan hikoyalaringiz bevosita mana shu muxlislaringiz, kitobxonlar uchun joylab borish rejalaringiz bormi umuman? Rejalarim bor. Hikoyalarni yozishdan tashqari o'zim kino chiqarishga qiziqaman asosan. Kino chiqarish, ssenariy yozish, shunga o'xshash narsalarga qiziqaman. Iloji bo'lsa, kelajakda ssenariy yozib, hikoya ssenarist bo'lmoqsiz. Prodyuser, rejissyor, ssenarist. Albatta, kelajakda sizga ulkan muvaffaqiyat tilab qolamiz. Albatta, mana shu kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizga eng muhim, yaqin do'st bo'la oladigan narsa bu kitob hisoblanadi. Shuning uchun kitob hech qachon qo'ymang. Hikoya yozishdan ham to'xtamang. Yoshlarga o'zingiz tengdoshlaringizga qanday bir motivatsiya beradigan bir so'zlar bilan, jumlalar bilan qanday motivatsiya bera olasiz? Kitobga da'vat etish bo'yicha. Ko'p kishi aytadi, telefonda kitob yuklab olib, o'shani o'qiyman yo boshqa narsa qilaman deydi. Lekin bu narsani xato deyman, chunki kutubxonaga kelib o'qish kerak. Bu yerda kelib kitob bilim almashish kerak. Bu yerda ko'pgina odamlar bo'ladi, kitobni oldin o'qiganlar bo'ladi. O'shalar oldiga kelib turib, ular sizga maslahat bera oladi, ular bilan fikr almasha olasiz. Shu boshqa narsalar qila olasiz. Shuning uchun kutubxonaga kelib o'qish to'g'ri deb bilaman. Shu yerda ham o'zim kitob o'qiyman shunga.
Rahmat. Shuni ayta olaman. Demak, bevosita kitobni shunchaki o'qib, uni o'zingiz taassurotlaringiz kimgadir bo'lishmasangiz, kitob o'qish bu unchalik nima deydi, taassurotlarni kengaytira olmaydi. Taassurotni kengaytira olmaydi, Demak, tasavvurni siz kengaytira olmaydi. tasavvur dunyosini kengaytirish uchun fikrlar almashishingiz kerak, shundaymi? Fikrlar almashish kerak, dunyo o'rganishda. Albatta sizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta kelajakda sizga ulkan muvaffaqiyat tilaymiz. Kitob o'qishda hech qachon charchamang, tolmang. Ko'proq kitob o'qing. Albatta siz ortingizdan biz, tengdoshlaringiz, oilangiz faxrlanib yursangiz. Suhbat uchun sizga alohida tashakkurlar bildiramiz. Salomat bo'ling, charchamang. Charchamang. Mayli, xo'p. Biz mana shunday kitobxonlar bilan dildan suhbat qilishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi kitobxona yoki keyingi yaqin inson siz bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling.